Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana Jomboydagi ishimiz, ish jarayoni. 45 gradus kesib, burchak chiqarilyapti. Burchak chiqariladi. Sekin o'zini tosh rangi bilan, o'zini toshi bilan zatirka qilinib yopiladi. To'g'ri burchak bo'lib chiqib keladi. Xudo xolasa. Bu taraflari ham yopishtiriladi. Hamma tarafi. Bu taraflari ham bo'ladi, hamma joyi. Do'stlar, o'ringa olib, chetga olib chiqib kelyapti. Zazorchalari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz.